Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasi Gurlan tuman xalq qabulxonasi tomonidan aholi murojaatlari bo'yicha 6 oylik axborotini eshitiraman. 2026-yilning 6 oyi davomida virtual va xalq qabulxonalariga Gurlan tumani aholisidan 2013 ta masaladagi murojaatlar kelib tushgan bo'lib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 563 taga, ya'ni 38% ga kamaygan. Ko'rib chiqilgan 1901 ta murojaatlarning 1678 tasi, ya'ni 88,8% qanoatlantirilgan. 854 tasi ijobiy yechim topgan. 817 tasi bo'yicha huquqiy ma'lumotlar berilgan. Viloyat bo'yicha murojaatlarni ijobiy hal qilish ko'rsatkichi 43% tashkil etgan bo'lsa, Gurlan tumanida mazkur ko'rsatkich 44,9% ni tashkil qilmoqda. Ushbu holat tumanlar orasida 5-ko'rsatkichni tashkil qiladi. Gurlan tuman hududiy tashkilotlari tomonidan ko'rib chiqilgan 1264 ta murojaatlar bo'yicha ijobiy hal qilish darajasi eng past ko'rsatkichlar Gurlan tuman inson ijtimoiy xizmatlar markaziga to'g'ri kelmoqda, 27,3%. Gurlan tumani ichki ishlar bo'limiga 35,7%. Har 10 ming kishiga tuman bo'yicha 115 ta murojaat to'g'ri kelishi bu hududda muammolar nisbatan ko'pligini bildirmaydi. Murojaatlar quyidagi sohalar bo'yicha eng ko'p kelib tushgan: nafaqa tayinlash, aliment ajratish, kredit, tibbiy xizmatlar ko'rsatish masalalarida. 6 oy davomida 305 ta takroriy murojaatlar kelib tushgan bo'lib, 2025-yil mos davriga nisbatan 12% ga oshgan. Joriy yilning 6 oy davomida sayyor va shaxsiy qabullar o'tkazilishi belgilanib kelinmoqda. Jumladan 2026-yilning birinchi yarmida jami 161 ta sayyor qabullar o'tkazilgan bo'lib, ushbu qabullar davomida 336 ta masala yuzasidan murojaatlar qabul qilingan. Mazkur murojaatlarning 63%, ya'ni 213 tasi ijobiy hal qilishiga erishildi. Shuningdek, o'tkazilgan joriy yilning iyun oyidan boshlab tuman hokimi va uning o'rinbosarlari tomonidan xalq qabulxonasi binosida shaxsiy qabullarni o'tkazish alohida nazoratga olingan. Tuman hokimi va uning o'rinbosarlari tomonidan xalq qabulxonasi binosida shaxsiy qabul o'tkazish jadvali tasdiqlangan bo'lib, rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan. Ushbu reja grafikiga muvofiq 2026-yilning iyun oyida jami 21 ta shaxsiy qabullar o'tkazilishi ta'minlandi. 2026-yilning 1-30 iyun kunlari 14 ta qabullar o'tkazilgan bo'lib, ushbu qabullar davomida 38 ta murojaatlar qabul qilingan. Bu murojaatlar 47% ijobiy hal qilinishiga erishildi. Prezident xalq qabulxonasiga turli darajadagi rahbarlar qabulini tashkil qilib berish bo'yicha 10 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, bu murojaatlarning 4 tasi ijobiy hal qilindi, bittasiga huquqiy maslahat berilishi ta'minlandi. Axborotimni yakunlayman. E'tiboringiz uchun rahmat.